Demak, sizlar o'zingizdan ortib bola tarbiyasiga o'ta oladigan darajada tinchlandinglar. Ozgina ko'paysa уже asab buzilib yo urib yuboradi, tepib yuboradi. Shokoladmi, umi hammani etib ko'rdim. Onamni xohlayapman dedi. Meni oyim quchoqlamadilar, men quchoqlamoqchi edim. Itardilar. Bo'ladi shunaqa vaziyatlar. 3 yoshgacha bo'lgan bolani jazolash mumkin emas, chunki uni hali qizlar tafakkur operatsiyalari ishga tushmagan. Masalan, katta odamga ham baqirib gapirgan yoqmaydi. Tepadan kelsangiz yoqmaydi. Bolalarni ham shaxsiyatini hurmat qilish kerak-da bitta. 5 yoshli bola o'z ismini ayta olmasligi bu onani naqadar kam e'tibor va ism bilan chaqirganini ko'rsatkichi bo'la oladi, qadrli onalar. Ana tilingizni uchida aytayotganingizni yoki ana soxta munosabat bildirayotganingizni bola shunday biladi. Yomon qilayotgansiz. Rostdan yaxshi ko'ryapsizmi? Sizga o'xshab chala maslahat beradiganlar tiqilimligi uchun onalar dovdiraveradi. Rostdan qanaqa yaxshi ko'riladi? Qanaqa qilib bolani yaxshi ko'rmaslik mumkin? Voy, конечно, yaxshi ko'rmaslik mumkin. Shu tak mumkin. Masalan, sizni shaxsiy chegaralaringizni buzayotgan bola bo'lsa, qachon yaxshi ko'ra olmaydi ona? Qachon yaxshi ko'ra olmaydi ota? Uni rejalariga xalal beryapti bola. Masalan, 25 yoshda shuni qilaman dedi, qila olmadi. Chunki unga mumkin emas deb bo'lingan, qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Manimda 5 tadan bola boqayotganlar o'tiribdi, u yoqda ham o'tiribdi. Demak, tavsiya qabul qilinmaydi. Noto'g'ri. Assalomu alaykum qadrli ota-onalarimiz. Men psixolog Muxtasar Nazarova, Nazarova akademiyasi psixologik markazi rahbari, psixologman. Sizlardan bizga ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi vaqtlarda eng ko'p kelayotgan savollar bu farzand tarbiyasi bilan bog'liq bo'lyapti. Bu tabiiy, normal va bu juda xursand bo'larli holat. Nimagaki, demak, sizlar o'zingizdan ortib bola tarbiyasiga o'ta oladigan darajada tinchlandinglar. Xo'p, bugun sizlar bilan ishlaydigan mavzuyimiz eng ko'p takrorlanayotgan savollar bilan bo'ladi. Bitta mavzu doirasida bir nechta mutaxassislarimiz bilan gaplashamiz, ya'ni ularning rakurslaridan bu muammo qanaqa tahlil qilinishini ko'rishimiz kerak va bo'lib ham ular jarayondagi mutaxassislar, ya'ni aynan shunaqa bolalarni 100 dan ortiq bilan har kuni ishlaydigan odamlar bizga kerak bo'ladi bu. Xo'p, tanishtirib chiqaman, ha? Sizlarni O'shan Salvatovdan 17 yillik pedagog mutaxassis. Kamola. Alaykum assalom. Defektologsiz, defektolog mutaxassis, logoped, defektolog 10 yillik mutaxassis. Tajribalarga ahamiyatli bo'linglar, chunki sizlarga bu muhim. Muxtabar Nazarova, logoped va bolalar psixologi, kuzatuvchi psixolog, kuzatuv kamerasi darajasida har kuni faoliyatda turadigan mutaxassislar. Bular hammalarini biz bugun aynan siz ko'p savol berayotgan yoshdagi bolalarni tahlili uchun taklif qilganmiz. Eslatib o'taman, bular barchalari Avlod Kids psixologik bog'chalar tarmog'ining mutaxassislari. Xo'p, eng ko'p kelayotgan savol mana shu bolani to'polonchiligi, iddisi-biddishi, gap qaytarishi haqida ketyapti. Bu bolalar aynan to'polonchiligi, mana shu baqiroqligi qaysi yoshlarda kuzatilyapti sizlarni kuzatuvinglarda? 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan paytda ko'proq kuzatiladi. Chunki o'sha 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davrda bola o'zini taniyotgan bo'ladi, menligini his qilayotgan bo'ladi. Biz aytamiz, zrivnoy payt bo'ladi. Bolada har tomonlama shakllanayotgan payti bo'ladi. Bolaga masalan aytma, qilma, tegma, o'tir deganingiz sari u o'sha ishga bo'lgan munosabati oshib boraveradi. Yana ham qilgisi keladi. Yana ham sizni jahlingizni chiqargisi keladi. Ba'zi bolalar shundan mazza qiladi. Lekin u narsa yoqadi. Keyin ba'zi bolalar umuman og'ir, bosiq, vazmin bo'lib qolishi mumkin. Xarakter xususiyati o'sha yoshda o'zgaradi. O'zgarishni boshlaydi. Lekin aslida 3 yosh bo'lgan bolalarda to mana shu 4 yoshgacha bo'lgan paytda ularda ko'proq urushqoqlik, yig'loqlik, qaysarlik, o'zini aytganini qildirish holatlari ko'proq kuzatiladi. Hozircha mana endi sizlarga savol, aynan shunaqa bolalarga ota-onalar qanaqa munosabat ko'rsatadi? Hozirgi zamon ota-onalari qanaqa munosabat ko'rsatyapti? Sabr qilyaptimi, toqat qilyaptimi yoki jazolayaptimi, shartlashyaptimi, nima desa ko'nadiganmi, aytganini qiladiganmi? Bog'chada qanaqa bolalar ko'ryapsizlar asosan? Tahlilda menga yordamlashinglar. Men ko'raman, ota-onalar ikki turga bo'linib qolgan. Meni nazarimda.
bitta turi o'ta aytganini qiladigan shu Giperapiyoka. iloji boricha tezroq to'xtasin-da, nima xohlasa shuni berib qulog'i tinchish xohlaydigan ota-onalarimiz yokida o'sha o'ta erkaligidan anaqa voy bolam deb ehtiyot qilaman deb ham ortiqcha ko'p aytganini qilishadi. Giperapiyoka. Ikkinchi turimiz o'sha toqati yetmaydi. Ozgina ko'paysa o'sha asab buzilib yo urib yuboradi, tepib yuboradi yokida anaqa baqiradi yokida qilmayman, kimga gapiryapsan deb ketib yuboradi-da, unda ana bola kuchayadi. Ikkita turi bor, o'rtasini topish sal qiyin hozir. Lekin o'shani hammasini ichida mehr va e'tibor yetmaslik. Shunga amin bo'ldimki, har bitta bolada shu narsa yig'layapti, baqiryapti, oyisi aytyapti, men bugun narsa olib bermadim deb o'shanga deyapti. Lekin onasi ketgandan keyin bola bilan gaplashyapmiz. Nima xohlamasa, shokoladmi, umi, hammani aytib ko'rdim. Onamni xohlayapman dedi. O'shanda men ham qo'yib qoldim. Demak, yo'q, bitta bu narsada emas, har bir случайda tegiga yetadigan bo'lsak, mehr yetmayapti, e'tibor yetmayapti. Shuni xohlayapti bola, shuni olmagandan keyin har xil turlar bilan o'shani chiqarib, o'shani olib olish. E'tiborsini jalb qilgisi keladi. Ozgina shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Bir xil payt mana o'zi bog'chada nazarimda bolani yaxshi ko'rmaydigan odam ishlamaydi-da. Toqati ishlashi mumkin. Yo, endi uni qaysidir uchun bog'cha yoki finansiy tomonlama, lekin aslida baribir uni ham sabr toqati tugaydi. Lekin rostdan bolani yaxshi ko'rib, u bilan gaplashsangiz-chi, bir xil payt shunaqa vaziyatlar boladan chiqayotgan gaplarni eshitib g'alati bo'lasiz-da. Xuddi ularki bola emas, katta odamdek fikrlaydi-da ba'zi bolalar. Unaqasiga o'ylab ko'ra olmaysiz. Bolacha bolani anaqasidan turib, ular aytayotgan gapni tushunmaysiz-da, siz xayolingizga ham kelmagan gaplarni gapirishadi deb xulbat. Mani oyim quchoqlamadilar, men quchoqlamoqchi edim. Itardilar. Bo'ladi shunaqa vaziyatlar. Sizga yaxshi gapirishadi, bolalar. Sizga qilib jalba qilishadi. Mani xonam anaqa, ular uchun hamma narsa anaqa. Terapiya shunaqa mazza qilishadi. Devorlarga chizishadi, birga chizamiz, bo'yimiz. O'tni o'zi bizlar muassasamizda mumkin emas degan narsa yo'q. Tushuntiriladi faqat. To'g'ri yo'l bilan kelishuv qilinadi yoki shunaqa aytiladi, bola ko'nadi shu narsaga. Masalan, katta odamga ham baqirib gapirgan yoqmaydi, tepadan kelsangiz yoqmaydi. Bolalarning ham shaxsiyatini hurmat qilish kerak-da bitta. O'tirib ular bilan gaplashsangiz, tushuntirsangiz, bolalar ham tushunadi. Ko'nadi shu narsaga. Eng asosiy ularni eshitish kerak. Eshitishi bilish. Kattalarda ham shu narsa, kichkinalarda ham xuddi shu narsa. Ularni eshitishni xohlayotganingizni sezgandan keyin o'sha bola ochilib gapiradi. Qanaqa bo'ladi u? Ishonchiga kirish kerak-da bolani. Soxta bo'lib, nima emasda, yig'layotgan ota-onalarning rolidaman. Qanaqa qilib? Masalan, yig'lab janjal qilayotgan bo'lsa, gapirib, gapi yig'lagani uchun men tushunmayapman. Nima xohlayotding deyman. U kelsa-ki, baribir tushunmayapman. Boshqatdan ayt deyman. Sekin pasayadi-da, gapirishni boshlaydi. Sen bunaqa nimaga aytmading, masalan, bog'chapa bilan agar norozilik o'rtoq bo'lsa, aytmadingmi, yurchi bog'chapangni bog'chapa bilan gaplashib, keyin aytiladi. Menga bunaqa deb aytmadi bog'chapa, masalanda. Ota-onada ham shunaqa deb o'ylayman. Yig'layapti, boshqatyapti, qaytish kerak ota-ona. Qatga shoshayotgan bo'lsa, to'xta, o'zini deb olib, nima xohlayapsan, menga boshqatdan ayt. Haqiqatdan yo'q, unaqa emas. Lekin boshida to'g'ri tushuntirish kerak ota-onalarga. Bittada bola deb pasayib aytmaydi. U seni onani bosilib o'shani so'rayotganini tushunib olish uchun 5-6 marta uning uchun ona ham o'zini bosish kerak-da. 35+ degan yozuv bor-ku. O'sha bola tarbiyasida 100+ shunaqa. Lekin ba'zida yig'lagisi kelayotgan paytida ham ozgina yig'lasin, qo'yib berish kerak. Srazu yo'q, voy bir xil ota-onalar aytadi. Ovutmadinglarmi? Voy olmadinglarmi? Qanaqa podxod qilmadinglarmi? Hozir yig'lagisi kelyapti, mazza qilib chiqarish kerak. U yig'lagisi kelyapti, jahli chiqisi kelyapti, baqirgisi kelyapti. Bo'ldi, xo'p. Shunaqa qilgan kelyapti, mayli, o'tir, shunaqa qila qol deb aytamiz. O'shandan keyin baribir bola o'zinikini, lekin tashab qo'yib emas.
unga qarab turib, mana payti keladi, уже shundoq ko'rasiz, что sizga уже bo'ldi, ochilyapti, gapirishga tayyor, yokida ba'zida gapirish ham shart emas, shundoq yaxshilab quchoqlab olasiz, shunaqangi yig'lab yuboradi, maza qilib, mana 5 minutcha yaqinda bitta bola shundoq quchoqladim, hech nima demayapman, u ham gapirmayapti, lekin maza qilib yig'lab oldi, chiqardi. Shundoq sразу yuzi o'zgardi. Shundoq o'yinchoqni oldi, o'ynab ketdi. Bo'ldi, shu kerak edi bunga. Talant terapiyasi shularga tushadi. Quchoqlab yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, u masalan qizlar bo'lsa, "Voy, rosa chiroyli kiyinib kelibsan-a", ularga shu narsa yoqadi-da, sekin bosilishni boshlashadi. Siz bitta joyni aytmay ketyapsizlar. Yomon qizg'anchiq ekansizlar, demak, hamma joydagi eng katta sir shuni sizlar xohlashinglar. Uni kiyimini chiroyliligini ko'rishni xohlashinglar. Rostdan chiroyliligiga oldin amin bo'lganinglar-da. O'sha rostdan ham chiroylilik sizda qaror qilganingizdan keyin aytilgan gap, bu haqiqat. Prosta unga aytilgan olamachilik uchun, "Voy, ko'ylaging chiroyli, voy", bu gap bolacha sezadi, bola biladi. Ana tilingiz uchida aytayotganingizni yoki ana soxta munosabat bildirayotganingizni bola shunday biladi. Demak, sizga bolalarning kiyimi, obrazlari, bunaqalari qiziq, to'g'rimi? Siz ham qizingizni ko'rib hayron qolasiz. Bu chiroyli qiz, o'ta qizda, shunaqa kiyintirasiz. Demak, agar odamga rostdan bolani kiyimlari, kiyinishi, mosligi qiziq bo'lsa, qarab, ichidan shuni his qilib, keyin aytishi kerak. Shunaqa bo'lyaptimi? Shunda yaxshi ko'rishini, rostdan yaxshi ko'rishini aytish kerak. Quchoqlab turib, prosta tak quchoqlash emas, qattiq quchoqlab. Buning uchun oldin rostdan yaxshi ko'rib olish kerak emas. Mabodo yomon qilar ekansiz, rostdan yaxshi. Ko'rasiz, sizga o'xshab chala maslahat beradiganlar tiqilimligi uchun onalar dovdiraveradi. Rostdan qanaqa yaxshi ko'riladi? Qanaqa qilib bolani yaxshi ko'rmaslik mumkin? Voy, конечно, yaxshi ko'rmaslik mumkin. Masalan, sizni shaxsiy chegaralaringizni buzayotgan bola bo'lsa, planlaringizni buzayotgan bola bo'lsa, hangrab ovoz diapazoni bilan quloq diapazoningizni buzayotgan bola bo'lsa, qanaqa qilib uni yaxshi ko'rish mumkin? Qachon yaxshi ko'ra olmaydi ona? Qachon yaxshi ko'ra olmaydi ota? Uni rejalariga xalal beryapti bola. Mana shunaqa emasmi, Nabodo? Uning uchun nima qilish kerak mana? Sizlar aytinglarchi, keyin men aytaman mutaxassis sifatida. Men hozir oyiman. Chunki sizda 3 ta bolam o'tiribdi. 3 ta bolamni bog'chapalari, mutaxassislari sizlar. Shuning uchun sizlardan so'rayman. Qanaqa qilib yaxshi ko'rish, qanaqa qilib o'shunaqa holatdan chiqish kerak odam? Yo'q, yaxshi ko'rishdan ham oldin men o'ylayman, tushunishni xohlash kerak. Xohlash kerak. Yo'q, xohlash kerak. Sen boya aytasan-ku, bolaga qarab turib men aytaman. Men seni tushunmadim, qaytadan. Menimcha u paytgacha sen tushunishni xohlayapsan. O'shanaqa lekin. Sen tushunishni ajratib olish kerak. Bizni bu yerda voy to'g'ri gapir. Yo'q, qachon to'g'ri aytayman? Bu talab-ku. Biz talab qo'yamiz. Qachon sen to'g'ri aytasan, keyin sen tushunib beraman. Ya'ni aytib pechga aytib qo'yaman. O'shanaqa qilayotgan paytimiz bo'ladi. Sen u yerda aytayotgan taktikada xohlayotdi odam o'sha bolachani tushunishi. Eng boshida onalarimiz, "Mani bu bolam nimagadir shunaqa. Vechni bu norozi. Vechni shu qaysar" degan narsadan o'zligingiz chiqib olish kerak. Bola bu birinchi navbatda bola qaysar bo'lishga haqqi bor. Bolaga unda tushunib olish kerak. O'zi beringlar. Bola bu qaysar, noqulay, o'g'irlik qilishi mumkin bo'lgan-da qachonlarda. Kasal bo'lishi mumkin bo'lgan. Yig'lashi, isterika qilishi, ishlab olishi mumkin bo'lgan mavjudot. Shunaqa. Uni shunaqa deb qabul qilsa, keyin menga degan ta'rifdan boshqa ta'rif yo'q-da, o'shaning uchun yog'ini bilmaymiz. Shunaqa, menga o'qituvchim ham aytgan, shu obezyankalar haqida, maymunchalar haqidagi multfilm haqiqiy hayotdan olingan. Bolasiga haqiqatan o'shanaqa deb qarasa, ota-ona kattalardagi talabni qo'ymasdan bola bunga hamma narsa mumkin. U xohlab o'z zamonni ham, vaqtni ham, joyini ham qarab o'tirmaydi. U xohlayaptimi, o'sha paytda o'sha xohishini talab qiladi. Iltimos, mana shu chegara ko'rsatinglar. Mana yana boshlaylik. Shu mana necha yoshgacha demoqchiman. Necha yoshgacha? 3 yoshgacha. Ana o'sha 2-3 yoshgacha mumkin. Yo'q, mana 5 yoshgacha emas. Yo'q, mana shu 3 yoshgacha mumkin. Men nimani aytmoqchiman? O'sha yoshda mana shu injiqlikligisini to'xtat deganingni sirasi tushunmaydigan yoshi. O'sha paytdagi onalar oldin o'zi tushunmasa, shu bolasi nimaga unaqa qaysarligi, jahli chiqmasin, oldin o'zi tushunmasa bu bola. O'shandan keyin uni eshitishga toqati yetadi.
agar uni bolaligini miyasida qabul qilib olmasa, buni qaysar dursi, bu vechna shu injiq, qachon qarama shu davomi norozi deydigan bo'lsa, u har doim toqat yetmaydi, nima deyapsan deya olmaydi u. Ichida shu fikr bo'lsa. O'sha 3 yoshdan keyin boshqa tema, boshqa. Bitta ustozim aytgandiki, yomon bola yo'q, yomon ota-ona, yomon pedagog bor. Bola tushunmaydi, bilmaydi. Biza kattalarning vazifamiz uni tushunish, uni pozitsiyasiga tushish va uni ham o'zini ishini qilsin. Bolani ishi injiqlik qilishmi qilsin. Kattalarning ishi tushunib berish. Nimaga injiqlik qilyapti? Nima uchun baqiryapti? Nima uchun jahli chiqyapti? O'shani tagiga yetish biza kattalarning vazifasida, ota-ona va pedagoglarniki. Hozir mana shu yerdan ham gaplashib turib, tushunmanki, hamma har xil qaraydi bolaga. Har xil ko'z bilan qaraydi. Masalan, inju, qaysar, kaprizni bolalar ham nimagadir men xonamga kirishsa, mazza qilib, umuman boshqa bola bo'lishadi. Har qatda, chunki bog'cha palan o'zi ham aytadi. Yig'layotgan bolani ham bir xil payt olib chiqib ketaman yoki kaprizni chiqayotgan bola, chunki aslan meni xonam qatorida 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni xonasi joylashganda. Ha. Ana o'sha yerda olib chiqib ketaman. O'sha o'zligini erkin qo'yishadi. Men hech qachon masalan bolaga bir to'polonchi, bir injiqlik qilyaptimi? Bolaki qiladi. Qachon qiladi? Katta bo'lganda qila olmaydi. Unga mumkin emas deb qo'yaversa, qaysi paytda mumkin bo'ladi? O'sha uni miyasiga shu narsa joylashib qoladiki, bitta ish qilmoqchi, zo'r ish fikr keldi unga, katta bo'ldi. Masalan, 25 yoshda shuni qilaman dedi, qila olmadi. Chunki unga mumkin emas deb bo'lingan, qo'rqoq bo'lib qoladi bola. Issiq narsani borib ushab ko'rsin, o'shani issiqligini his qilsin. Bormi? Kesam deb o'tirmaydi. Achchiqmi? Yeb ko'rsin, achchiqligini bilsin o'sha narsa. Qaytib yemaydi. O'sha narsa yiqilyaptimi? Yiqilsin, qonasin, shilinsin oyoqlari. Biladi, keyingi safar o'sha ishni qilyaptimi? Ha, yiqilaman. O'zida bo'ladi, o'zi tushunib yetadi. Unga birov "Hoy, tegma, qochib tur" degan narsa bo'lmaydi. Bu yerda hozir hamma narsa mumkin bolaga qo'yib berish bo'ldi, xohlaganini mana hozir endi aytmoqchiman-da. 3 yoshda mana sekin o'sha bolaga tushuntirish kerak bo'ladi. Tushuntirishni boshlash kerak. Bolaga o'tirgan, mana kattaligi mana gaplashamiz, bolaga qanaqa holatda tushuntirsiz, bola shunaqa tushunadi. Ana o'titi qilsiz, bola shu holatda tushunadi. Nutqi ham shunaqa chiqadi. Erkalanib, voy qilib qo'ydim-da, shunaqa odat bo'lib qoladi. Unga shaxs sifatida qarab, katta odamdek, bolam, hozir sen agar shu ishni qilsang, masalan, to'polon haddan oshib ketdi. Bolam, mana sen shuncha narsaga ruxsat berdim-a? Masalan, uxlamayapti. Kun bo'yi seni aytganing bo'ldi. Men hamma aytganingni qildim. Masalan, soat 10 bo'ldi. Endi hamma uxlash kerak. Ertalab vaqtli turib bog'chaga borishimiz kerak. Agar men seni aytganingni qilib, mashina o'ynading, kiyimlaring kir qilding, anaqa masalan, yuvmasdan uxlash xohlading. Men bu narsaga xo'p dedim. Endi sen hozir joyingga kelib, yotib uxlashing kerak. Chunki qorong'i bo'ldi. Qorong'ida hamma narsa uxlaydi. Biz ham uxlaymiz. Taningni ham dam oladi desiz, bolada o'sha fikr ketadi. Yo'q. Tushunishni boshlaydi. Xuddi o'zi men qarshiman. Ya bunaqa Nima bo'ladi? Boshqa Rushana Salovatovni bitta e'tiboring shu yerga. Endi onam hech qachon ko'rmagan bolani hech qachon shartnomaga ko'nmaydigan ikkita bolani boqayotgan ona. O'zi prosta. Bolani demak hamma narsaga qo'yib berishimiz mumkin, qilib ko'rishiga, lekin shu payt har doim biz yonida bo'lib turishimiz kerak. Korreksiya, nazorat emas, yonida podдержка bo'lib turish kerak va bola shuni his qilishi kerak. Kamola aytgandek, shu issiq narsani ushab ko'rsa ham, bor o'zi ana ushab demaydi, yonida oyisi bo'lib turadi. Kerakli paytida himoya qila oladi. Quchoqlab oladi, issiqligini bilgandan keyin, voy, kuyda yig'laydi bola. Quchoqlaydi. O'zi bitta bola boqasiz o'shancha. Ha, men 5 tadan bola boqayotganlar o'tiribdi. U yoqda ham o'tiribdi.
demak tavsiya qabul qilinmaydi. Noto'g'ri. Qat'iy noto'g'ri chegaralik ko'rsatilmayotgani uchun noto'g'ri bo'lib qoladi yoki siz aytganingizni to'g'ridan-to'g'ri qilib, o'zini tarbiyasini buzib qo'yadigan onalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qadrli mutaxassislar iltimos sizlardan har doim qat'iy chegaralari, joylari, yoshlarini ko'rsatib bola haqida tavsiya beringlar. Toki ota-onam do'dirab turmaylar. U bechara ham bola boqishim kerak ekan deb hamma yoqqa o'zini o'qicha ko'rmasin. Bu taktikani qo'lga so'ngga tushmasa qancha muammo olib keladi. Men sen aytganda, senda qanaqa bo'ladi quloq solmaydigan bolalarda? Stilyon marta aytasizlar, yana indam o'zingizni qancha uradi masalan. Ammo endi onaman ham o'qigan o'sha psixolog sifatida o'qiganlarimni oilamda ko'rganim bo'yicha aytadigan bo'lsam, 3 yoshgacha haqiqatdan men tanbeh bersam ham u kichkina qizimni esdan chiqib qoladi. Gap eshitgani. Aytadi, boshqa qilmayman. Baribir esdan chiqadi. Bu norma. Keyin bilsam bu norma, esdan chiqib qolishi bu norma. O'shaning uchun imkon qadar ruxsat beraman. Baqirmasligi uchun, urushmasligi zo'r yo'lni topdim o'zim. Yaxshi ko'rgan narsalardan mahrum qilaman. Ya'ni 2 marta xo'p deb ruxsat beraman. Nima xohlasa ham, 3-chisida уже yo'q deyman. Agar yo'q deganimda ham o'shani qilishni xohlasa, masalan, mana uxlayaptilar. Uxlamayapti. Men o'sha 4 marta qaytaraman. 5-chisida ham uxlamasa, kinder shokoladni yaxshi ko'radi. Ertalab shu kinder yemaymiz. Bu eng xato usul. Men o'shani qilishga harakat qilaman, shu baqirmasligiga. Katta qizimda bo'lsa, agar bo'layotgandagi men nazoratim, ya'ni birga ishlamoqchi bo'lsam, o'yinlardami, nimadadir bo'lsam, men ruxsat beraman qilishga. Agar men uni tepasida bo'lmasam, ruxsat bermayman. Chunki masalan oddiy qaychi masalasida ham birga o'ynaydigan bo'lsam, qaychi qilishga ruxsat beraman. Qarab turaman, birgalashib uni qirqishiga ham ruxsat beraman, o'zim ham qirqib ko'rsataman. Narsa pishiradigan bo'lsa ham unni uvo qilishiga ham rozi bo'laman o'zim. Eng boshida men o'zim un qilib rasvo qilishiga o'zim rozi bo'laman. Keyingina o'sha unni mana bunaqa o'ynashga ruxsat beraman. Rozi bo'lmayapmanmi? Hozir qilmay turib men shoshib uxlash masalasida uxlashda ham xuddi shunaqa. Sabr, toqat bilan birga qilishingiz kerak. U ertak xohlayaptimi? U alla xohlayaptimi? Keyin undan keyin yana nimadir yegisi kelib ketdi. Yana nimadir kelib qoladi. Kesuvchisi kelib qoladi. Agar o'shanga toqat bilan Toqat qaralsa uxlaydi. Agar ona tezroq uxlasa deb bo'ldi deb tursa, bola lekin ya'ni uxlash paytida hamma ishini shunday yig'ishtirib, bola bilan birga yotib, uxlagunigacha toqat qilib berishga o'zing rozi bo'lish kerak. O'zing ham qo'shilib uxlashga rozi bo'lish kerak. Lekin hozir mana reja uxlash shunaqa. Reja uxlaganda do'kondan chiqib ketish bo'lsa, u asabiylashib xavotirsiz qolishini biladi. Shuna uyg'onadi. Bor yo'qini ham shundoq qilib ochadi-da. Shu sen uxlasa, seni yo'qotadi. U uxlasa seni oldida saqlab qololmaydi-ku. Sen ham shunaqa uxlashing kerak. Bundoq qarab uxlabdilar. Ba'zi bolajonlar shunaqa. Endi meni bolalarim уже kattaroq bo'lgan, уже protsess uncha esimdan chiqdi, lekin bog'chadek bolajonlar ham mana bir payti yonida bolasi qo'lingiz ushlab oladimi, anaqa qilib oladi. Ketib qolsa bo'ldi, bir nima bo'ladigandek. Trevojность bor. Lekin meni ham qizim 3 yosh, imенно shu paytda hozir faqat mumkinlarni aytdim-ku. Lekin ona ham o'zini jahlini ko'rsatib turish kerak. Endi opa bu yo'lga o'tdi. Yo'q, hozir gapinglardan o'ylayman. Men aytadigan joylarim qop ketibdi-da. Jahlini ko'rsatib qo'yish kerak, masalan. Endi o'ja urib, dabdala qilib tashlash kerak deganlar. Jahlini ko'rsatish demayli-ku. O'zini ona onaligini naqib qo'yish kerak. Hissiyotni otini ham o'sha uxlashda ham masalan endi yotsa nimadir yegisi keladi, yeydi. O'shaning uchun olib kirib qo'yaman. Oxirida suv ichadi, keyin yotib uxlaydi. O'sha shu bilan tugaydimi? Shu bilan tugaydi. 10 seriyadan iborat rejalar bor. Unda oxir hech narsa qolmasa, o'ksinib yig'lashman. Men bugun tatam quchoqlab turib kirib quchoqlab chiqish kerak. Sizda ko'proq har bittasini o'zini ssenariysi bor. O'zidan o'zi yig'i yasab oladi-da, yo'q joydan-da, shu buni kelmaydi, uxlamasa. Yo'q, ularcha baribir egzeku alohidadan e'tibor kutadi. Keyin yana bitta zo'r odatini aytuvdim senga.
Zahroxon voy sochlaring voy Zahroxon mani rassiq jahlimni chiqaryapti Fotimaxon sirazi aya men jahlingizni chiqarmayman men undan yaxshiroqman men yaxshi ko'rganda degan anaqa informatsiya kelib turadi keyin o'sha paytda men ikkalasini ham ikkalanglar mana shunaqasini hal qilinglarda men уже vaziyatni teng taqsimlayman toki o'rganib qolmasin kimnidir baxtsizligi hisobiga baxtli bo'lish yoki kimnidir muammosi hisobiga o'zini realizatsiya qilishini xohlamasdan to'g'rilab turaman lekin shunaqa xususiyatlar bor xullas o'rtoqlar aytgancha joyida aytib ketishim kerak kattakon rahmat Zahroxon kelib aya rahmat desachi ha hop desam aya rahmat men rini aytyapman voy o'g'lim quchoqlab men boshqa rini ham ayta olaman yana ri deyor ana aytadi men o'sha kunicha timtimsiz rili so'zlar aytdida risi zo'r chiqibdi Kamola gap bo'lishi mumkin maqtadingizmi maqtadim Kamolani o'ziga maqtamagandim вообще sohingiz klassniy mutaxassis за то что bolalarni yaxshi tushunasiz bolalar sizga ochila oladi ochilgani uchun siz bilan yaxshi kombinatsiyada ishlaydi bu juda muhim mutaxassislikda o'sha o'zingiz ishlaydigan odamlar bilan tilingiz bir bo'lishi kerak-ku masalan bizlar ham psixologiyada keladigan mijozli og'riqlarini o'zimiz yashab o'tgan yoki shu og'riqlar to'g'risida keyslar bor va shu odamni yaxshi ko'rsakkina yaxshi yordam beramiz-ku siz ham bolaga shunaqa yondoshasiz bu uchun alohida rahmat Xo'p, o'rtoqlar, bo'lmasa mayli mana psixologik tahlil shu bo'yicha aytib ketay. Chunki maza qilib ayollar sizlarda o'zlarini ko'rib olishdi menimcha. Tahlilsak. Qadrli onajonlar, hozir biz taklif qilayotgan hamma taktika o'z yosh davriga ega. Bu gap har doim esingizda qolsin. Eng birinchi narsa bolani yosh davri qaysi yoshdaligi muhim. Ya'ni bolani sho'xliklarga qo'yib berish yoshi bor 90% gacha qo'yib beramiz. Boshqa yoshda u foiz 50% ga kamayadi. Qaysidir yoshda u 30 ga kamayadi. Mana shunaqa foizlarda almashadi. Yoki bo'lmasam bolani jazolash. Masalan, deylik 3 yoshgacha bo'lgan bolani jazolash mumkin emas, chunki uni hali qizlar tafakkur operatsiyalari ishga tushmagan. Tafakkur operatsiyalari degani bu analiz, sintez hammasini oxirida chiqaradigan javob. Masalan, voy telefonim o'chirib qo'yma, yaxshi jiringlamayapti. Mana bu fikr. Tafakkurning hosilasi fikrdir deyiladi. Bitta fikr. Men kech qo'yganim uchun mendan xafa bo'lishibdi. Bu fikr. Tafakkur hosilasi. Nechta analiz sintez mingta protsessdan keyin hosil bo'ldi. Bu protsesslar 3 yoshgacha bo'lgan bolada ishga tushmagan. U faqat idrokni biladi. Bu telefon, bu idrok. Bu qizil, bu idrok. Bu sariq, bu idrok. Bu oyi, idrok. Lekin oyi mana olgani keldi degan fikrlash unda hali yo'q. Yo'q, o'rtoqlar. Tafakkur qilishni bilmaydigan davri uni Alloh shunaqa yaratgan ularni. Endi tafakkuri yo'q bolaga qarab turib, men seni jazolayman deyishingiz bu g'alati. Bola nimaga jazolanganini tushunmaydi. Unga hali tafakkur ishga tushmagan-ku, buni to'g'ri tushunishingiz kerak. Muxtabar boya aytgan narsa shu. Ya'ni bu bola deganda qaysi yoshdagi bola, qaysi xususiyatlarga ega bola, qaysi ishlar qo'lidan keladigan bola, shuni bilishingiz kerak va o'sha yoshiga qarab turib, bu hali 3 yoshgacha bola. Bu meni urganimni, nima urayotganimni qattan bilardi. deya olishingiz kerak yoki sizni qarab, men seni yomon ko'raman desa, 5 yoshgacha bola ham 3-5 yosh mana shakllanyapti. O'zinikini talabini qo'yyapti. O'zini emotsiyalarini qo'rqmasdan aytyapti. Bu eti olishi meni yutug'im deya olsangiz, voy plas! Shuncha qarasang, ona yomonmi? Demaysiz. Masalan, 20 yoshdagi bola, "Oyi, men sizni yomon ko'raman" bilan 3-5 yoshdagi bolani, "Oyi, men sizni yomon ko'raman" boshqa narsa. Qadrlilar, shuning uchun yosh davrlari degan muhim ko'rsatkichni qo'yib yubormanglar bola tahlil qilayotganda. Bitta podkastda ichiga ham sig'mayapmiz. Bitta podkast ichiga buncha mavzuni kirg'iza olmaymiz, lekin mana shu narsani keyingi podkastgacha qabul qilib olsanglar ham bu katta natija. Demak, har bitta yosh davrlarida o'ziga xos bolani xususiyatlari bor. Bitta narsa, o'sha xususiyatni keyingi yosh davridan kutmang, so'ramang, bu o'zi xato bo'lib qoladi. Hamma bola har xilda, individualniy, uni bolani solishtirish kerak emas.
shu ana joyda bir xil bolalarda oldinroq bo'lishi mumkin, bir xil bolalarda keyinroq bo'lishi mumkin. Ana har bitta bola individual bir xil ota-onalar o'ylab qolishmasin degan narsa kelishi boshladi. Joyi bor-da, Kamola, qarang. Mahmadona hamma narsani joy-joyida qiladigan Oyjon mana xayr tayyorlab qo'ydim deydigan, o'sha tafakkur qilayotgandek, fikrlayotgandek, o'zini tutadigan kattalardek boya siz aytdingiz-ku, 3 yoshgacha bo'lgan bolalar ham bor. Lekin bu sog'lomlik ko'rsatkichi deyilmaydi. Aksincha uyda yo'q, ya'ni bola 3 yoshgacha faqat taqlid hisobiga qiladi hamma narsani. Siz voy aqlini, voy boshqachaligini deyotganingiz aslida identifikatsiya. Bolaga shu kattalar shu ishni qilganda maqtalganini ko'rdi va uni takrorladi. Copy paste. Oldi, ko'chirdi, nusxa oldi, bajardi. Juda ko'p nagruzka va mas'uliyat qo'yildi o'sha. O'shani ayting. 4 oylikdan pochimochkaga olib borishadi. Undan faxrlanib bolani buzishda dalish davom etishadi. Baraka topib ko'r. Sog'lom bola 3 yoshgacha bolacha savollar berishi kerak. Bolacha gapirishi kerak. O'zini bolalardek tutishi, dunyo g'amini bo'yniga olmasligi, o'zini kattalardek tutib maqtalishdan faxrlanmasligi kerak. Uni voy buni ko'ryapsizlarmi? Buni professor deb, bu professor desa o'zini professor deb tutib chiranib odam 30 yoshdan keyin erishadigan professorlik darajasini yana bo'lib ham bitta rol xolos u. O'sha institutda ishlatadi xolos, masalan. Uyda ishlatmaydi professor kelib. Sog'lom bo'lsa uyda professor bo'lib o'tirmay, endi bugungi ovqatimiz tarkibini ichga o'tadi demaydi-ku. Uyda ota rolini o'ynaydi, bemalol turmush o'rtoq rolini o'ynaydi. Ya'ni demoqchiman, juda узкий joyda ishlatiladigan rolni bola shundoq zimmasiga oladi-da, o'sha 2-3 yoshdan boshlab 24-7 professor bo'ladi. Kelajakda u to'polon qilolmaydi, mazza qilib, xato qilolmaydi, so'kolmaydi, yig'lolmaydi, baqirolmaydi. Kerak emas bunaqa identifikatsiyalardan faxrlanishingiz. Va eng katta muammoimiz bu zehni tez ekan, bu boshqacha ekan, unga xos o'sha aytganlaridek nagruzkani ko'paytirish. Bolangiz qanaqa aqlli bo'lib ketgan bo'lsa ham, qanaqa bir dono bo'lib ketgan bo'lsa ham, xohlagan ilmingizni faqat va faqat o'yin ko'rinishida singita olasiz 5-6 yoshgacha. Undan keyin bola ta'limga tayyor bo'lgandan keyingina siz unga ta'limiy ko'rinishda bera olasiz. Ungacha iltimos, angliskiy yili bormi bog'chalarda, arab tilida yo'qmi bog'chalarda, va rus sinf yo'qmi gruppalarda deydigan savollar bilan keladigan qadrli onalar. Agar bolangizning miyasi mana shu tillarni ko'tarishdan zo'riqmaganda edi, biz davno berardik. O'ris qilib berardi bolalarni, to'g'risida. Ingliz qilib berardik-da. Uni qiyin emas, bolaga, miyasiga bu ma'lumotlarni tiqish qiyin emas. Narsa bor, o'yin tarzida olib borilsa, bolani shundoq ichki nutqida paydo bo'ladi va kerakli paytida maktabda уже bu yoqda o'yin tarzida o'rgangan narsani bundoq chiqarib beradi. To'ppa-to'g'ri. O'zi asosiy faoliyati o'yin bolalar. Endi mana masalan biz o'yin faoliyati tarzida kirgizamiz. Ular bizdan unaqa so'ramayapti-ku. Ular bizdan akademiklik anaqasini so'rayapti. Shu tilda gapirsin ekan, shu tilda polni lug'ati kengaysin ekan, unaqa bo'lmaydi. Endi uning uchun keyin maktabga borgandan keyin bola zerikib qoladi va maktabga borgisi kelmay qoladi. Shu narsa men maktabda ishlaganim uchun ham shu narsani ko'p kuzatganman. Juda yosh davrdan boshlab pochimochkalarga berib, 100% maktabga tayyor bergandan keyin o'sha maktabda to'g'ri hozir zamonda o'sha programma ham qiyinlashib ketyapti, lekin o'ta darajada o'sha tappa tayyor borganda maktabda o'sha ayniqsa 1-sinflarda zerikib qoladi. Bolada men hammalardan zo'rman degan fikr paydo bo'ladi. Aytilishi sindromi qo'shiladi. Xudoga shukr, mana o'shanaqa zerikib qolgan bolalar uchun 2 sinf tepadan mavzularni pastga tushirib berishyapti. Shunaqa bo'lyapti hozir. Bolalar nagruzkaga ko'milib ketadi. Xullas, bugungi podkastdan ayta oladigan narsamiz sizlarga bolalar bilan mana bular bergan takliflar, keyslar bu mana shu masalan 6ga teng keyslar. Ya'ni bolani mana muxtabar bergan keys menga juda ham yoqdi uniki. O'sha men seni tushunolmayman. Yig'lamasdan gapir, men seni tushunib deb bolani tushunishga harakat qilish va tushunish vaqtida bolani tinchlangungacha kutish. Siz aytgan gap bolani emotsiyalarini yashab o'tib olishiga izn berish. Har qaysi insonda emotsiya kelgan vaqtida inson o'z tanasini, o'z holatini boshqarishga qiynaladi. Ayniqsa bolachalar va ular boshqarmasligi ham kerak. Boshqarishi norma emas, nabarot. Va bu 6 minutgacha o'zi davom etadi. Psixologiyada aytiladiki, 6 minutgacha emotsiyalar davom etadi. Ana shu emotsiyani maza qilib, yig'lab, xafa bo'lib o'tkazib olsin. No,
aytgan taklifingiz to'ppa-to'g'ri taklif. U paytda bo'pti, ana 6 minut ketdi, yig'lab ol, qaytaman. Emas, yoki ignor qilib, attiy befarq yoqish emas. Bolaga ana o'sha vaqtda men seni yoningdaman, men seni tushunyapman, mana nigohimsanda, mazza qilib yig'lab ol, keyin hal qilamiz degan xotirjamlik beruvchi tinchlik kerak. Ya'ni tashab ketmang. Uni yonida bo'lib turing, u yig'lab olsin. Agar yordam bergingiz kelsa, bag'ringizga oling. Insonni bag'rida odam juda ham o'zini qanaqadir yetimlik hissi qo'zib ketadi. To'yib emotsiyalarini chiqarib oladi. Yetimlik hissi degan his bor psixologiyada. Bu mavzuyimizga tegishli emas, lekin shu mavzu bor. Va yana Kamol aytganlaridagi bolalar g'alati, biz uchun g'alati, lekin aslida adekvat fikrlarni to'g'ridan to'g'ri aytishadi. Hatto shunaqa bir keys bor. Biz bolaligimizda shunchalik rostgo'y bo'lar ekanmizki, onamizdan jahlimiz chiqqanda men sizni yomon ko'raman deya olar ekanmiz. Va keyinchalik katta bo'lgan sari shunchalik o'zimizni haqiqatlarimizni yopib, ichkaridagi haqiqatlarni dunyoni haqiqatlariga moslashtirib chiqarganimizdan yana o'sha holatga tushganimizda oyi, men o'zim yomon ko'raman derkanmiz. Shunchalik o'zgarib ketadi nutq. Shundoq ekan, bolaligida rostdan aytadi va bu uni rosti butun umrga rosti degani ham emas, shunchaki o'sha holatini to'g'ri tasvirlaydi. Sizni yomon ko'raman, sizdan jahlim chiqadi, siz yomon oyisiz, yoki bo'lmasa siz meni quchoqlamadingiz, siz menga narsa bermadingiz. Bu uni dunyosidagi fikrlari. Agar eshita olsangiz, bola siz bilan til topishadi. Va 4-keys, boshida e'tibor bergan bo'lsanglar, Rushan opam Rushan savotimni aytdilar. Bolalarga e'tibor etishmayapti. E'tibor nima o'rtoqli? Eshitish, mehr, yaxshi ko'rishligini his qilish. Yaxshi ko'rishligini boricha qabul qilish. Endi boricha 3 yoshgacha bori nimaligini bilmasa qatdan qabul qiladi uni. Xo'p, bular aytgan fikrlar sizlarda ham uchrayotgan bo'lishi aniq. Xuddi shunaqa, faqat unutmanglar, bolalarga e'tibor degani bu tashvishlar, shoshilishlar, boshqa yumushlarni to'xtatib turib, bosh nuqtalar aytib ketdik shu gapni. To'xtatib turib, diqqatni bolaga ko'chira olish. Unga siz shunaqa qaray olishingiz kerakki, uni ko'z qorachig'i ichida sizni ko'z qorachig'ingiz ichida u ko'rib turishi kerak. Inson mana shu kontaktni olgandan keyingina, demak bu odamning diqqati menda, bu odamning xayoli menda, bu odam mutlaq menda degan ishonchga kelsagina ochiladi. Mana eringlar bilan gaplashayotganlarimda, ha, gapiraver desin. Endi shuni aytmoq. Qanaqa bo'lib ketamiz, mana ayol kishi sifatida qanaqa bo'lib ketdi? Endi hozir qanaqa bo'lib ketmaydigan bo'lib ketdik. Shug'ullanish natijasida, lekin yomon bo'lardi paytida. Mana shu narsa bola uchun ham men unga muhim emasman, uni ko'zida men yo'qman, u meni eshitishga tayyor emas degan signal bo'lgandan keyin u sen menga qarashing kerak, sen menga diqqatingni ber, eng qimmat narsa menga hozir shu degan ma'noda o'z holatini 2 barobar zo'raytiraveradi. Kasalligini возрастda keyin u shunday ochiq keladi. Meni eshitmayapsizlar. Ha, keyin menga qaramayapsizlar. Unda tilga kiradi. Bu tilga kirmaydi. Bu kasalligi zo'rayadi. Ko'p kasal bo'lishi boshlashi mumkin. Hozir chaqirtiradigan, ismini ko'p chaqirtiradigan, javratadigan, to'polonchilikni tigida ham signal men bu yerdaman degan narsa turgan bo'lishi mumkin. Hozir chaqaloqlikda ham bola birinchi sekin ing'riydi. Yig'laydi, ovoz chiqaradi. O'shanda oyi deyotgani bo'lar ekanda, agar shunda ham yetib kelavermasa onasi, balandroq yig'lashni boshlar ekan. Shu chaqirishni boshlar ekan. Men hozir endi men o'z logoped soha bo'yicha aytib ketmoqchiman. Autizm sindromli bolalarda ham nimaga ko'payib ketyapti? Aytishyapti, hozir 1 yoshgacha yaxshi edi, gapirardi. Hamma narsa derdi, ada oyi derdi, keyin birdaniga gapirmay qo'ydi. O'sha vaziyatda hozir bir xil olimlar aytishayotgan ekanki, bolalar spetsialni yopilyapti. Ismini qayta ular bilan ishlayotganda o'zi qanaqa ishlanadi? Ko'ziga birinchi diqqat oshiriladi, qaratib olish, ko'z kontakti qo'yiladi, keyin ismiga reaksiyasi. Unda ham qanaqa masalan bolalarni Kamola, Hadicha devorishingizdan bolada o'zini ismiga reaksiya berish boshlanadi. Shundan ham ana bolalarda o'zini ismini ko'proq aytishni xohlaydi bolalar. To'g'ri. Bir marta esingizdan tepaga chiqqanimizda, bog'chada xullas bola tashab ketishdi. 4-5 yosh qiz edi kamida. Menimcha shu qadar ismini kam chaqirishganda uyda shunchalik e'tibor kam bo'lgan.
man adashmasam 3 soatgacha aylanib kelib isming nima sani jon qizim isming nima desam ham jimdi ona ismini aytmay tashlab ketgan keyin ismini bilmayapti-da ismini aytmayapti demak shunchalik ham chaqirilgan voy bu bolachani ismi nima deymiz oyisi tashlab ketib qolibdi raqam ham tashlamabdilar birinchi adaptatsiya kuni ona informatsiya deb qo'yib indamay ketganlar Mariya bitta kraynost da voy hayron qolganman ana qizcha bo'lt qiladi keyin kim bor edi o'shanda shunda etigini ushadi shu odamni qaysidir mutaxassisimiz edilar shunda ushab shularni ketidan qo'ymay birga shahnozi etigini ushab kechgacha yurgan yurib kelgandan keyin ismini so'rashganda ya'ni 5 yoshli bola o'z ismini aytolmasligi bu onani naqadar kam e'tibor va ism bilan chaqirganini ko'rsatkichi bo'la oladi qadrli onalar demak sizdan so'ralayotgan narsa butun dunyo ishlaringizni tashlang bolangiz bilan birga o'tiring emas bir kunda 24 soat ichida siz 8 soat 10 soatini balki ishda o'tkazarsiz turmush o'rtog'ingiz oila yumushlar bilan bo'lgan vaqtingiz bor bemalol lekin bola bog'chadan kelganda maktabdan kelganda 1 soat beringki telefon suhbat tashvish borishim kerak qilishim kerak voy kutyapti kirmoshni 10 minutda o'chadi degan tashvishlarsiz shunchaki shu vaqt bolalarim bilan deb ularga 1 soatgina vaqt bering ular o'shanda ham to'yini oladi chunki 1 soat siz unikisiz sizni bo'sh nigohlaringiz bo'sh kallachangiz bo'sh quloqlaringiz bo'shashgan taningiz ular bilan birga mayli birga o'ynamang shunchaki tomosha qilib o'tiring ularni lekin mana shu narsani nomi bolaga e'tibor deyiladi endi uni ham qila olmasalar men taklifim o'zimning fikrim chunki men o'zim bir xillarda ulgurolmay qolaman aytib o'tardim что onalar hozir aytilgan gaplarni qilishim kerak deb ham qilolmagandan asabiylashib qoladi to'g'ri o'shaning uchun aytmoqchimanki chunki men o'zimda ham o'tgan men ham shu bilimlarni olganimda o'sha bilimlarni qilganim sari o'xshamaganiga battar men o'zim kuchayib bolalarim urib yuborgan asabiylashgan paytlarim baqirishim kuchayib ketgan bo'lgan endi o'zimni sezib praktika qilib bilyapmanki qaysidir payt baqirib qo'ysam mayli men sekin baqirmaslikka o'taman qaysidir payt bolamga qaramayapmanmi vaqtim bo'lmayaptimi masalan ishdan kelib uy ishlari bilan bo'ldim o'sha kuni demak ishlarimni qilib oldimmi shuni hisobiga uxlayotganda hamma narsamni yig'ishtirib birga yotaman ishimni ham necha marta turaman desa ham bo'pti deb o'rnimdan turib olib borib kelib uxlagunigacha shu ikkita oldimda olib yotaman shunaqa qilib joylashtirganim uchun men asablarim ancha kamaydi mana endi mana bolalarim yig'lasa nima deyapsan deya oladigan men ham boshimda nima deyapsan deganman mana endi mana shu bilimlarimni to'xta hozir qilishga kuchim yetyaptimi yetmasa o'zimni asabiylashmaydigan o'zimdan jahlim chiqadigan bo'lmay qo'ydi shuni to'xtatganimdan keyin o'sha bolalarimni o'sha hech narsani tushunmaydigan bolaligini his qilishni boshladim o'shani tushunib vaqtida to'xta bola jahlim chiqib turganimcha bola deydigan informatsiya yo'q qilish endi boshladim bu mavzu bo'yicha alohida to'xtalar ekanmiz onalar masalasida demak chunki bu alohida bilim buni berish kerak lekin shu joyda aytib ketish kerak qizlarjonlar qadrli onalar otalar ham bizani ko'rayotgan albatta onani resursli holatda bo'lishi muhim onani resursli holatda bo'lishini ota ta'minlaydi baribir agar bolalar ayniqsa 6-7 yoshgacha muhimmi ularni katta bo'lish davri demak mana shu paytda onani resursli bo'lishiga yordam kerakmi otalar buni ta'minlab berishga harakat qilishlari kerak bu juda ham muhim qadrli otalar va ota ona sifatida o'tgan vaqt xato qilinganlar yoki bilimsiz paytda qilingan tarbiyalar uchun o'zingizni ayblamang ko'p negaki kimni oldida o'zingizni aybdor his qilsangiz o'sha ikkinchi tomon har doim sizga bechora pozitsiyasida kelishga o'rganadi voy men muxtabarga rahmim kelyapti muxtabarga onsom emas sen nima devursam muxtabar har doim ana shunga javoban anglamagan holatda menga bechoralik pozitsiyasida yashab berishga o'rganib qoladi keyin bu pozitsiyadan chiqarish juda qiyin nima bergan bo'lsangiz qo'lingizda borini berdingiz imkoniyat darajasida harakat qildingiz bundan buyog'iga bilganlaringiz ham imkon qadar to'g'ri ishlatishingizga to'g'ri keladi boshqa hech narsa emas xo'p o'rtoqlar yana bir narsa onalik ilmi haqiqatda beqiyos ilm tugamaydigan ma'lumotlar bor biz avlod kids psixologik bog'chada nafaqat bolalarni psixologik tarbiyalash ularga toqat qilishda bog'chalarni ham psixologik o'qitishda va onalarni ham bepul onalik ilmida o'qitishda shug'ullanamiz balki nasib siz biz bilan birga hamkorlik qilganingizda mana shu bilimlarni tizimli bizada ham o'qishingiz mumkin bo'ladi men o'zimni bugungi rejalagan
mavzuyimiz bo'yicha tavsiyalarimni ilindim, aytdim. Endi sizlar ham mutaxassis sifatida o'z fikrlaringlarni, o'z keyslaringlarni yoki o'sha bittadan tavsiyalarni bersanglar zo'r bo'lardi. Bolalarga shu narsa mehr berishga, bilim berishga, e'tibor berishga onalarda resurs bo'lishi kerak, otalarda. Bu faqatgina resurs emas, otalarning ham o'rni juda muhim oilada. Otalar ham o'z tarafdan tarbiyasini, mehrini, e'tiborini faqatgina shu men oilamni ta'minladim, mana pullar bilan yeb ichishi bor, kiyimi bor emas, bolalar bilan vaqt ajratib shug'ullanishi, birga aylanishga borishi, birga o'tirib kitob o'qishi va hokazo. Endi har bir oilada o'zining rituallari bor. Shunaqa narsalarni ko'proq ota ham, ona ham birgalikda bajarsa, menimcha undan ham zo'r natijaga erishgan bo'lamiz. Rahmat. Komalaxon, sizchi? Daha sifatida aytishim kerak-a, agent sifatida. Xo'p, bolalarda o'sha nutqi kech qolayotgan bo'lsa, tushuntira olmayotgan bo'lsa, o'zini fikrini asabiylashayotgan bo'lsa, nutqini tushuntira olmagandan keyin asabiy bo'ladi. O'sha holatlarda mayli, men seni tushunmayman, yur menga ko'rsat deb shunaqalar qilib onalar keyin ko'p gapirib qoladigan paytlar bo'ladi. Nutqi chiqqan bolalarimiz juda ham ko'p savol beradi. Nimaga, qanaqa, qayerdan, nima uchun? O'sha savollarga toqat bilan iloji boricha qo'ldan kelgancha javob berishligi, harakat qilishligi kerak. Bu ularni keyingi davrlarda nutqini yana ham yaxshi rivojlanishiga, tafakkurini, analiz sintez jarayonlarini yaxshi rivojlanishiga yordam beradi. Keyin eng muhim joyi oilada bitta tilda iloji boricha gaplashish toki uni nutqi yaxshi chiqmagunicha. Zo'r tavsiya. Necha yosh o'sha? Bu bolaning yosh xususiyatidan kelib chiqib, individual holatidan kelib chiqib. Masalan, 3 yoshli bolada siz, sh tovushlarini yaxshi talaffuz qila olmasligi mumkin. Mana bu yerda ozgincha ruscha so'zlar qo'shsa bo'ladi. 3 yoshda. 4 yoshga yetdi bola, 4-5 yoshda уже she'rlar yodlab beryapti, e'tibor olyapti, nutqini tushuntirib beryapti. Mana bu yerda endi qanaqadir so'zlarni ko'paytirish, ingliz tili jaya qo'shkiliga kelsa, so'zlarni qo'shishi mumkin 4 yoshdan keyin. 4 yoshdan keyin. Bir tilli oila bo'lsa, agar bilingval oila bo'lsa, menimcha ikkita tilni ham birdaniga olib ketishi oson. O'z til haqida zo'r kesib qo'ydi. Marhamat, Muxtabarxon, siz nima deysiz? Men nima deyman, hozir otalar haqida gapirganlaridan keldi. Ko'pincha o'sha tarbiya masalasida onalarni o'zi qiynaladi. Ko'p jihatlar, ko'plarda eshitamiz, adasi ruxsat beradi yoki adasiga aytib bersa, men inobatga olmaydi. Iltimos qilardim yoki taklif qilardim. Shu ota-ona shu farzandi 3 yoshdan, 4 yoshdan katta bo'lgandan keyin o'sha kelishib ishlashligi kerak bo'ladi. Ya'ni ozgina oldin oyi aytish kerak, men hozir ozgina jahlim chiqayotganini ko'rsataman. Siz o'sha yerda oyining jahli chiqdi, bo'ldi. Men ham xafa bo'laman, oyining jahli chiqsa degandagi meni podдержкали so'zlarni aytib turing. U ham o'sha 4 yoshdan keyingi bolalarga. Qilsa o'shanda kelishib olish kerak yoki oyisi aytishi mumkin, hozir bular meni xafa qildi, bugun meni umuman aytganimni qilishmadi, o'shaning uchun men ozgina jazo qilganman, как бы ko'p narsa o'yin o'ynamaymiz, kamroq o'ynaymiz dedi. O'sha payt siz ham yo'q, bugun shunaqa qilsizlar, o'shaning uchun oila aytgandek qilishimiz mumkin yoki shunga o'xshash narsalarda kelishib olishligisini so'radim. Chunki onalar vaqtda o'lib ishlab olib kelgan joyida oila bo'laveradi. Uxlamay qo'yaversin, o'tiraveramiz dedi. Endi tartibga qo'ygan oddiy uyquni kechqurun 10 dan keyin emas, 12 da uxladim, ertasi kuni adamas ona bilan farzandlar qiynaladi. Juda ham og'ir o'tadi, bolaga ham, onaga ham. Adalarga unchalik ahamiyatli emasdi. O'shaning uchun iltimos qilardim, shu adalar bilan oila bir-biri bilan kelishishini, adalar bir og'iz shu temada eshitib ko'rishlarini va yordam berishlarini. Emas, faqat tarbiyada ota-onalar degan qo'sh so'z keladi. Agar jarayonga qo'shilishsa, rostdan ham juda ham yaxshi osonroq bo'ladi. Tushunarli. Rahmat sizlarga. Ajoyib sizlar gap yo'q. Tezkor ajoyib. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tdi, rahmat.